Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. U yetarlicha aqlli jangchi. Volkanovski, Makgregor va Holloway jangi haqida fikr bildirdi. UFC chempioni Alex Volkanovski, Conor Makgregor va Max Holloway o'rtasidagi bo'lajak revansh jangi haqida fikr bildirdi. Ma'lumot uchun, jang 12-iyul kuni UFC 329 turniri doirasida Las Vegas shahrida bo'lib o'tadi. Odamlar Max birinchi soniyalardanoq unga bosim o'tkazadi deb o'ylashmoqda, ammo bu oson bo'lmaydi. Uni avval ham mag'lub etishgan va menimcha Max raqibiga hurmat bilan yondashadi. Shuningdek, og'ir zarbalarni qabul qilib olmaydi, balki agar Max raqibi bilan ish bitdi deb o'ylab haddan tashqari agressiv harakat qilsa, Makgregorning muvaffaqiyatini ko'rishimiz mumkin. Bunday vaziyatda u albatta Max uchun muammo tug'dira oladi, lekin Max bunday xatoga yo'l qo'ymasligi uchun yetarlicha aqlli jangchi deya fikr bildirgan Aleksandr Volkanovski o'zining YouTube kanalida bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Yaqinlashib kelayotgan 12-iyul kungi Conor Makgregor va Max Holloway o'rtasidagi jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Conor Makgregor yoki Max Holloway? Ma'lumot uchun, ular o'rtasida UFC'da bir marta jang o'tkazilgan. Ana shu jangda Makgregor g'alaba qozongan edi. Menejer Ali Abdulaziz UFC yengil vazn toifasi chempioni Justin Gaethje uchun katta homiylik shartnomasi tuzilganini ma'lum qildi. Shoshilinch yangilik: Justin Gaethje uchun $3.6 million homiylik shartnomasi imzolandi. Bu UFC 250 turnirining Oq uydagi asosiy jangidagi tarixiy g'alabasidan keyin amalga oshdi. Oq uy effekti haqiqatan ham ishlayapti. Tez orada yana yangi e'lonlar bo'ladi deb yozdi Ali Abdulaziz X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Bu paytda bo'lsa Islam Makhachev bilan jang qilmoqchi edi. Usman Dricus Du Plessisga javob berdi. UFC sobiq chempioni Kamaru Usman janubiy afrikalik Dricus Du Plessisning uni jang shartnomasini imzolashga ko'ndirishgani haqidagi gaplariga munosabat bildirdi. Uning gaplari: "Men fevral oyidayoq jang qilishga tayyor edim. O'shandayoq jang so'ragandim. Menga esa biz hali bilmaymiz deb javob berishgandi. Hammamiz qaysi jangni xohlayotganimni yaxshi bilamiz. Men aynan shu jangni istardim. O'ylaymanki, sahna ortida ko'plab jarayonlar bo'lgan. Endi esa Ilya bilan Islam o'rtasida jang tashkil etishga urinishga haqida turli gaplarni eshityapmiz. Men esa avvaldanoq Islam bilan jang qilishni xohlaganman. Shuning uchun bu orqa fondagi ishlar ancha cho'zilib ketdi. Keyin Dricusning nomi tilga olindi. Menga jang taklif qilishmadi, faqat uning nomi aytildi. Men esa ham mayli, menga faqat chempionlikka olib boradigan imkoniyat kerak. Men shuni xohlayman. Agar menga titul uchun jang bermasangiz, unda meni titulga yaqinlashtiradigan raqib bering dedim. Shuning uchun bu jang menga taklif qilinmagan, faqat tilga olingan edi. Keyin men, xo'p mayli, Mayamida jang qilamiz dedim. Hatto buni o'zim so'radim ham. Keyin esa ular ham Mayamida juda yaqin, u tayyor bo'lmasligi mumkin deyishadi. Oxir-oqibat ham shunday bo'ldi. Men jang bekor bo'ldi, umuman bo'lmadi deb o'ylagandim. Keyin esa ehtimol jang bo'lib qolar degan gaplar chiqdi. Tabiiyki, bunday darajada logistik masalalarni hal qilish kerak bo'ladi va aynan shu ishlardan keyin nihoyat jang rasman e'lon qilindi. Shunda men jin ursin, bu jang haqiqatan ham bo'ladi shekilli. Unda tayyorgarlikni boshlayman dedim, dedi Kamaru Usman. Eslatib o'tamiz do'stlar, Usman avvaldanoq UFC chempioni Islam Makhachev bilan jang qilish istagini bildirgan edi. Qadrli do'stlar, albatta nima deb o'ylaysiz? Islam Makhachev va Kamaru Usman o'rtasidagi ehtimoliy jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan siz ushbu jangda kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, bugungi videoda o'tkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.